Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan mini Minecraft. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Hop, birinchi bo'lib albatta polizni olamiz. Uning uchun daraxt kerak bo'ladi. Sandig'imda hech narsa qolmabdi. Daraxt chopib olamiz. Menimcha 2 dona daraxt yetsa kerak. Ikkita dona daraxt menimcha yetadi. Hozir ko'ramiz. Endi ketmon yasaymiz. Qolgan narsalarni sovib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi fermaga ketamiz. Bugun yaxshi o'smabdi. Hammasini mana qishloqlar olib qo'ygan. Har doim mana shu ekinimni olib qo'yaveradi. Kelma meni ekinimga. Endi bunisi keladi. Nima bor ekan? Bularni ham olamiz. Hop, hammasini olamiz va merga beramiz. Endi merga. Merni qayerda edi? Bo'ldi. Undan oldin bularni ekib qo'yishimiz kerak. Hop, ekamiz. Bugun hamma narsa kam chiqdi. Mana mer sizga. Hop. Yaramas, creeper. Qochamiz. Bu kim uyi bo'ldi? Hop. Kim bor? Siz kimsiz? Men millionerman nimaga? Ish bor qilsak, pulini to'layman. Qanaqa ish ekan? Shu o'tlarni tozalash kerak. Hozir tozalaymiz. Hammasinimi? Yo'qmi? Bularni tozalaymiz. Keyin millionerni polizini tozalaymiz. Qancha berishiga qiziqman. Hop. Hamma joyini tozaladik, uyni atrofini faqat. Mana bu yerda ham qolib ketibdi. Bularni ham olamiz. Hammasini tozalab bo'ldi. Endi buni millionerning o'ziga beramiz. Ana, oling. Agar otaxonni ham tozalamabsan, tozala. Hop. Ish qilib pulini bersa bo'ldi. Buni poliziga hech kim tegmas ekan. Ana to'g'rilab ham qo'ydim. Hop. Hammasini to'g'riladim. Endi yana ekib chiqamiz, keyin bo'ldi. Hammasini ekamiz. Endi urug'larni mana millioner. Mana pulini bermaysizmi? Puli qani? Senga hech qanaqa pul yo'q. Pul yo'q qol.
Voy yaramas. Shuncha ish mehnatga pul bermadimi? Hali u ishga ish chiqib qolsin, keyin uni o'maramiz. Ungacham hozir uyga boramiz. Bo'ldi, menimcha u ishga ketibdi. Yaramas millioner. Hop, kiramiz. Birpas uxlasam bo'ladi menimcha. Hop, mana turdik. Millioner uyida yo'q ekan. Mana uyda yo'q. Hozir sekin kirib, oltin olmoslarni o'g'irlab ketamiz. Endi millioner menimcha bo'lmish bo'lib qoldi. Olmoslar olamiz, oltinlarini olamiz hammasini. Izumrud, menimcha shuncha yetadi. Endi boyman. Sekin olib borish kerak. Qishloqlar ko'rsa shubha qiladi. Sandiqqa solaman hozir. Mana ko'rib turganinglardek millionerni o'mardik. Sizlarga ham yoqdi deb o'ylayman. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'linglar. Ikkinchi qism